Farruh Maqsudovich mana operatsiya jarayoni bo'lyapti. Anesteziolog bemorga narkoz berib bo'lgandan keyin operatsiya vaqtida aslida nima qiladi? Bemorga narkoz berib bo'lgandan keyin anesteziolog demak bemorning hayotiy muhim funksiyalari bor. Yurak funksiyalaridan, yurak tomonidan qon bosimi, pulsi, tana harorati, anesteziya chuqurligi, yurak tomonidan siydik qanaqa ajralayotganini nazorat qilib turadi. Eng aktual bo'lgan savol, narkoz miyaga ta'sir qiladimi? Narkoz miyaga operatsiya davomida umumiy narkoz bo'lsa, umumiy endotraxeal ingalyatsion narkoz bo'lsa, miyani uxlatib, tinchlantirib qo'yadi. Asoratlari umumiy narkozni miyaga hech qanaqa asoratlari yo'q. Исключение sifatida ayrimlarda diqqatni buzilishi, xotirani ozgina pasayishi kuzatilgan bo'lishi mumkin. Unda ham juda chuqur narkoz berib yuborganda. Sizni narkoz haqida qanaqa savollar qiziqtirsa, izohlarda yozsangiz javob beramiz.